Nimasi bor? Bolgargalar bilan yuradi hozir. Bolgarga. Temir qapasidan ham yeb ketadi. It qulub haliga bittasi katak qilib, kodli qulub borib uradigan. Aynaqa qo'yibdi-da, iti kelib qarab o'tiraveramiz-da. U tulki kelsa ochib berar ekan. O'sha 20, 30, 17, 12 qilib terib hali birovgacha bor qulubni ochib berar ekan-da tulki kelsa. Qo'yga bo'ri kelsa ko'tarib devordan ovutib, o'sha so'ydi bo'yigacha ko'tarib borib, aka bu safar sal oriqroq. Keyingi Ramazonda kelib, iftorni shunday qilib beraman. Aytdim haliga it uyga qochib kirganda. It kirib sandalga o'tirib olibdi. Oqsariqdan kelgan itimish. O'zini itiga o'xshamish bo'yvoshi-yu, it oqsariqmish-da. Bizi it targ'ili deyveramiz. It aqllar ovoz chiqmasmish. O'ta qo'rqib ketganda ovoz pardalar yopilib qolgan-da. Keyin tashqariga qarab bali qilaveramiz. Tashqariga chiqsa ena bola bo'ri kelgan ekan. Bolasi sal balandroqda chiqib qarab turgan ekan. G'ijit shunday chiqqan. Abakimdir chiqdi deb. Bo'rini enasi ham shug'ullanayotgan qo'yni tashlab ketdi qizim. It o'zi qochib ko'chaga ketmon ko'tarib quvib chiqsa qishloqda eng zo'r it ko'chada qarab turgan. Orqasi yalinib ketayotganmish. Oya bu safar g'alati bo'lib qoldi. Uzr. Keyingi safar kelsangiz ko'chaga olib chiqib turaman. Qo'y. Yalinib ketayotganimiz. Qo'yni ko'chaga olib chiqib turaman. Shu yerda qo'y talla olib ketaverasiz. Bo'ri hayib sizga uka. Sizga ishonib keladi deb bo'ri oldinda ketdi. Endi pochchangizga qo'ydi. Pochcha endi so'ydi bo'yida ichib o'tirgan pochcha. Och qoringa urib olaylik, tagida qolib ketsin deb. Bo'rini erkagi endi so'ydi bo'yida telefon yoqib ichib o'tirgan. Ha, oyamini o'sha singil kelganlar qo'ydi. Borsang olapar it bor, bittasini shu orqalab mashinaga olib kelib beradi. Meni aytasan. Ha, telefon qilib qo'yganman. U ushbu kim olgan? Hali shu uyda egasi ikkita boydan targ'ilingizni o'chiring degan ekan. Endi u bo'ri ketgandan keyin it ovqat yemasmish. Istimalab yotib qolibdi. Endi 7 ta xonadondan tirik jontilar ichirib tepaga qarab yotqizib meni etiga qo'rg'oshin qo'yib uchinchiga yumalatib. Ne o'ziga kelyapti? Tirik jontilar. Shunaqa.